Assalomu alaykum hurmatli vatandoshlar va odatdagi yangiliklarimizni boshlaymiz. Boshlashdan oldin katta iltimos, meni ko'rayotgan bo'lsangiz, podpiskani bosinglar. Podpiska bizning kanalimizga rivojlanishiga juda ham yordam beradi. Iltimos, shuni bosib qo'yinglar. Diqqat, tezkor xabar. Rasman Xomanaiy halok bo'lganligi tasdiqlandi. Assalomu alaykum qadrli mehmon, videodan to'liq xabardor bo'lish uchun videoga like va podpiska tugmalarini bosib qo'ying. Eron oliy rahbari Oyatulloh Ali Xomanaiy Isroil va AQSh hujumlari oqibatida halok bo'ldi. Bu ma'lumotni Eron davlat televideniyasi tasdiqladi. Buyuk Eron xalqi, Eron oliy rahbari Imom Xomanaiy halok bo'ldi, deyiladi xabarda. Xomanaiy halok bo'lganligi tasdig'ini topgandan so'ng Eronda 40 kunlik motam e'lon qilindi. O'zbekiston Respublikasi Tashqi ishlar vazirligi Yaqin Sharqdagi vaziyatning keskin ravishda taranglashuvi va keng mintaqada yangi ziddiyatli holat yuzaga kelganidan jiddiy xavotir bildirdi. Bu haqda vazirlik matbuot bayonot berdi. Barcha tomonlarni vazminlikka da'vat etib, nafaqat harbiy va siyosiy, balki gumanitar jihatdan oldindan ko'rib bo'lmaydigan, oqibatlarga olib kelishi mumkin bo'lgan xavfli keskinlashuvga sabab bo'ladigan keyingi qadamlardan tiyilishga chaqiramiz. Vujudga kelgan inqirozni xalqaro huquq normalari asosida siyosiy diplomatik vositalar orqali va o'zaro maqbul muloqot yo'li bilan hal etish maqsadga muvofiq ekanini ta'kidlaymiz, deyiladi bayonotda. Eslatib o'tamiz, avvalroq Isroil va AQSh hujumiga javoban Eron ham Isroil va Yaqin Sharqdagi bir nechta nishonlarga hujum qilgani ortidan dunyo va mintaqa yetakchilari turlicha munosabat bildirgandi. Rossiyadan chiqmasdan patentni necha marta yangilash mumkin? Ko'pgina migrantlar patentni faqat bir marta yangilash mumkin deb o'ylashadi. Ilgari shunday edi, ammo bu qoida o'zgargan. 2020-yil 5-maydan boshlab patentni Rossiyadan chiqmasdan cheksiz ko'p marta yangilash mumkin. Bu shuni anglatadiki, agar siz 2024-yilda patent olgan bo'lsangiz va uni 2025-yilda yangilagan bo'lsangiz, uni yana yangilashingiz mumkin. Mamlakatdan chiqib ketishingiz shart emas. Agar ish beruvchining uni faqat bir marta yangilashingiz mumkinligini aytsa, bu ma'lumot noto'g'ri. Patentni yangilash uchun nimalar talab qilinadi? Siz migratsiya markaziga o'zingiz bilan quyidagilarni olib borishingiz kerak bo'ladi. Pasport, amaldagi patent, migratsiya kartasi, barcha 12 oy uchun patent to'lovi, kvitantsiyalari, ish beruvchining iltimosnomasi, mehnat shartnomasi yoki xizmat ko'rsatish shartnomasi. Muhim hujjatlar patentning amal qilish muddati tugashidan 20 kun oldin topshirilishi kerak. Agar kechiksangiz, patentingiz bekor qilinadi va siz yangisini olish uchun ariza topshirishingiz kerak bo'ladi. Rossiyadan chiqmasdan patentni necha marta yangilash mumkin? Ko'pgina migrantlar patentni faqat bir marta yangilash mumkin deb o'ylashadi. Ilgari shunday edi, ammo bu qoida o'zgargan. 2020-yil 5-maydan boshlab patentni Rossiyadan chiqmasdan cheksiz ko'p marta yangilash mumkin. Bu shuni anglatadiki, agar siz 2024-yilda patent olgan bo'lsangiz va uni 2025-yilda yangilagan bo'lsangiz, uni yana yangilashingiz mumkin. Mamlakatdan chiqib ketishingiz shart emas. Agar ish beruvchining uni faqat bir marta yangilashingiz mumkinligini aytsa, bu ma'lumot noto'g'ri. Patentni yangilash uchun nimalar talab qilinadi? Siz migratsiya markaziga o'zingiz bilan quyidagilarni olib borishingiz kerak bo'ladi. Pasport, amaldagi patent, migratsiya kartasi, barcha 12 oy uchun patent to'lovi, kvitantsiyalari, ish beruvchining iltimosnomasi, mehnat shartnomasi yoki xizmat ko'rsatish shartnomasi. Muhim hujjatlar patentning amal qilish muddati tugashidan 20 kun oldin topshirilishi kerak. Agar kechiksangiz, patentingiz bekor qilinadi va siz yangisini olish uchun ariza topshirishingiz kerak bo'ladi. Rossiyaning Orenburg viloyatida 21-fevral kuni sodir bo'lgan yo'l transport hodisasida 3 nafar Tojikiston fuqarosi halok bo'ldi. Yana 2 kishi tan jarohati olib shifoxonaga yotqizildi. Bu haqda Asia Puls xabar berdi. Fojia soat taxminan 16:00 da R239 Qozon-Orenburg avtomagistralining 451-kilometrda Qozog'iston chegarasi yaqinida yuz bergan. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, Toyota va Mazda rusumli avtomobillar to'qnashgan. Ma'lum bo'lishicha, Toyota avtomobilda Tojikistonning 5 nafar fuqarosi bo'lgan. Mazda haydovchisi esa mahalliy aholi vakili bo'lgan. Mazda haydovchisi voqea joyida halok bo'lgan. Toyota'dagi 3 nafar yo'lovchi og'ir tan jarohatlari tufayli tez yordam yetib kelguniga qadar vafot etgan. Yana 2 jabrlanuvchi 1999-yil va 2006-yillarda tug'ilgan yigitlar zudlik bilan shifoxonaga yotqizilgan. Ayni paytda hodisa sabablari aniqlanmoqda. Tergov harakatlari davom etmoqda.
VPN ishlatish jinoyatmi? Bu mavzu atrofida ko'p shov-shuvlar bo'ldi. Sababi Rossiya Ma'muriy huquqbuzarliklar kodeksining kiritilgan o'zgarishlardir. Yangi qoidalarga ko'ra, VPN orqali Rossiya hududida taqiqlangan materiallarni qasddan qidirish uchun javobgarlik belgilangan. Jarima miqdori 3000 rubldan 5000 rublgacha. Ushbu o'zgartirish 1 sentyabrdan kuchga kirdi. Ayni paytda Rossiyada 5,5 mingga yaqin taqiqlangan materiallar mavjud. Agar shaxs VPN yoqib shu materiallarni ataylab qidirsa, ma'muriy javobgarlikka tortilishi mumkin. Muhimi, VPN ishlatishning o'zi jinoyat emas, ammo VPN orqali taqiqlangan materiallarni qidirish mumkin emas. Shuning uchun agar huquqni muhofaza qiluvchi organ xodimlari sizga bosim o'tkazmoqchi bo'lsa, shoshilib aybni tan olib hujjatlarga imzo qo'ymang. Avvalo o'z huquqlaringizni bilib oling. Yana bir muhim jihat, VPN xizmatlarini reklama qilish taqiqlangan. Buning uchun 50 ming rubldan 80 ming rublgacha jarima belgilangan. Qo'shni davlatlardan kelgan dvorniklar va qurilishdagi ishchilarning tanish qiyofasi asta-sekin o'tmishga aylanib bormoqda. Yillar davomida migrantlarni jalb qilish orqali ishchi kuchi yetishmovchiligini hal qilib kelgan Rossiya jiddiy qiyinchiliklarga duch kelmoqda. Xorijiy ishchilar oqimi tarixiy eng past darajaga tushdi. O'tgan yilning dastlabki 9 oy davomida mamlakatga atigi 88,900 kishi kirdi. Bu oldingi 10 yilliklarga nisbatan juda kam ko'rsatkich. Mutaxassislarning migratsiyaning asosiy sababi sifatida iqtisodiy omillarni keltirishmoqda. Rublning zaiflashishi va narxlarning keskin ko'tarilishi tufayli Rossiyada ish haqi jozibador bo'lmay qoldi. Shu bilan birga ishchi kuchining 87% ni tashkil etuvchi Markaziy Osiyo mamlakatlari O'zbekiston, Tojikiston va Qirg'iziston faol ravishda o'z zavod-fabrikalarini qurib, infratuzilmasini rivojlantirmoqda. Daromadlar orasidagi tafovut kamayib boryapti va ish haqidagi o'z farq uchun minglab kilometrlarni bosib o'tish endi ko'pchilik uchun mantiqsiz bo'lib qoldi. Moliyaviy masalalardan tashqari hukumat siyosatining qattiqlashtirilishi ham rol o'ynaydi. Rasmiylar hujjatlarni rasmiylashtirishni qattiqlashtirdi va xavfsizlik tekshiruvlarini kuchaytirdi. Yangi qoidalar ijtimoiy nafaqalarga ham ta'sir qiladi. Endi tug'ruq kapitali faqat Rossiyada tug'ilgan bolalarga beriladi. Bundan tashqari bir qator jinoyatlar endi fuqarolikni darhol bekor qilish va deportatsiya qilish xavfini tug'diradi. 2022-yilda qisman safarbarlik ham qo'sh fuqaroligi bo'lgan migrantlarning mamlakatga kelishiga to'siq bo'la boshladi. Chunki Rossiya pasporti endi avtomatik ravishda egasini harbiy xizmatga ro'yxatdan o'tishga majbur qiladi. Ko'pgina potensial migrantlar uchun bu yoqimsiz syurpriz. Biroq migrantlarni boshqa chet elliklar yoki robotlar bilan almashtirish g'oyasi ular o'ylaganchalik oddiy emas. Yangi mamlakatlardan kelgan ishchilar ham o'qitish, hujjatlarni rasmiylashtirish va uy-joy bilan ta'minlash, til muammolarini yo'qotish lozim. Bu esa vaqt va pul talab qiladi. Robotlarga kelsak, avtomatlashtirish barcha sohalar uchun mos emas. Qurilish, uy-joy, kommunal xizmatlar va qishloq xo'jaligi. Hali ham mashinalar hali to'liq bajara olmaydigan qo'l mehnatini talab qiladi. Bundan tashqari texnologiyalarni joriy etish katta investitsiyalarni talab qiladi. Bu esa har bir ish beruvchining qo'lidan kelmaydi. Shuning uchun migrantlarni tez va to'liq almashtirish haqida gapirishga hali erta. Avvalroq Rossiyaning Sankt-Peterburg shahrida o'zbekistonlik erkak Xayrulla Ibodullayev 7-qavatdan tushib ketgan bolani qutqargani haqida xabar berilgan edi. U O'zbekiston Respublikasi Prezidentining farmoni bilan Jasorat medali bilan mukofotlandi. Bu haqda O'zbekiston yetakchisining matbuot xizmati ma'lum qildi. Qayd etilishicha, unga mukofot Rossiya Federatsiyasining Sankt-Peterburg shahrida sodir bo'lgan favqulodda va murakkab vaziyatda o'z joni va salomatligini xavf ostiga qo'yib, ko'p qavatli uyning yuqori qismidan qulab tushayotgan yosh bolaga amaliy yordam ko'rsatgani va uning hayotini saqlab qolgani o'zbek xalqiga xos yuksak jasorat, qahramonlik va fidoyilik fazilatlarini yaqqol namoyon etgani uchun berilgan. Eslatib o'tamiz, Xayrulla Ibodullayevga mukofot va 1 million rubl berilishi haqida xabar berilgan edi.